aytiladi. Bu ba'zi kitoblarda mana shu o'rganchak masalasi, o'rganchak, taroki, kabutarlik haqida yozilgan rivoyatlar qilgan. Zaif deyapmiz, lekin amonat yuzasida mana shu rivoyatlar bor. Mana shunday rivoyatlar kelgan. Hozir biz mana o'rganchak o'rganchak inqoriganligi va mana shu narsa zaif ekanligi haqida gapirdik. Buni Imom Ahmad, Imom Bazzor, Tabroniy, Bayhaqiy mana shunday zotlar rivoyat qilgan. Bu mana shu rivoyatni, ya'ni o'rganchak g'orda og'ziga in qurganligi va mana shu sababli kofirlar agar o'rganchak in qurganida in qurganligi uchun buni ichida hech kim yo'q, agar kimdir bura kirganda in bo'lmasdi degan xayol bilan g'orga kirmagan degan taxmin, mana shunday ilgari surilgan taxminda ulamolar zaif deyishganda.